Men ortiq bundan jiddiy qo'rqishni boshlagandim. Shu sababdan oyimni xonasida birga uxlashni boshladim. Ammo shunday bo'lsa ham yonimda kimdir borligini his qilardim. Kunlardan bir kuni men oshxonani tozalayotgan paytimda oyim kirib keldi va ozgina dam olishimni, charchaganim haqida aytdi. Men esa albatta oshxonani tozalab bo'lgandan so'ng dam olishim haqida aytdim va orqamga qaraganimda hech kimni ko'rmadim va 2 marta oyi deb chaqirdim. Ko'rmaganimdan keyin oyimni xonasiga bordim. Oyimni xonasida oyim uxlayotganini ko'rib shokka tushdim va bir kun uyda yolg'iz qolganimda qo'rqqanim uchun telefondan suralarni qo'ydim va oshxona eshigi o'zidan o'zi qattiq taqillashni boshladi. Uyda esa hech kim yo'q edi. Bir zumda oldimda turgan telefonim yo'qolib qoldi va men tilimda suralarni o'qishni boshladim. Eshik bundan-da qattiq taqillashni boshladi. Eshikni xuddi it urgandek, ittalagandek tovushlar kelar. Baqirib tinmay suralarni o'qir ekanman, eshik bundan-da qattiq taqillashni boshladi. Xuddiki eshik sinadigandek edi. Qo'yamiz bitta videoga sig'madi. Profilimga o'tib keyingi videoni ko'rishingiz mumkin bo'ling.